ayollarda o'zi ham shunday yetalab ketadigan so'ri tapchalari yetib kelganmiz. Optim birinchi qo'l o'zlari ishlab chiqarishadi. Ko'rib turganlaringdek sexlariga yetib kelganmiz. Oilaviy ishlab chiqarishar ekan, qo'lda naqshlarni ham qo'lda chizib berishar ekan. Qaranglar, birinchi qo'l eng arzoni qolgan joylarga bemalol solishtirib ko'raverasizlar. Xo'p, bularimizni narxlari necha pul bo'lyapti? Razmerlari necha bo'lyapti? Dastavkalari qayerga so'rib qilib berishyapti? Bundan tashqari zakazga ham qilib berishadimi? Necha kilogrammlari bor? Xo'p, to'liq ma'lumotni akamiz o'zidan olamiz. Bahramjon aka, assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Omonmisiz? Yaxshimisiz aka? Rahmat. Xo'p, aka, juda ham zo'r. So'rlaringiz boshqacha neapishni chiroyli chiqyapti ekan aka. Xo'p, bu so'rlarimiz endi aka katta kichkina har xil razmerlari bor ekan-a? Bor albatta. Necha puldan necha pulga endi so'rlarimiz? So'rlarimiz har xil avvalambor assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan obunachilar bo'lsa, hop, akam mana YouTube kanalida yangi ekanlar. Xudo xolasa obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Shu yerda o'zimizni ishlab chiqaradigan mahsulotlardan tanishtiramiz, hurmatli obunachilar. Bizning manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Shahand Olchin qishlog'i bo'ladi, xudo xolasa. Hop, aka, mana so'rilarda arzoniga kelsak, mana 4 kishiliklari bor mana. Eng arzonlari. Eng arzoni. 1.100.000 so'mdan sotib turdik. Bularda soni cheklandi, faqat soni cheklangan. Ilgari o'tgan yilga qo'ygan narsa 950.000 so'mdan qo'yib beryapman shular. 950.000 so'mdan. 1.40 ga 210, 4 kishi o'tirsa bo'ladi. Xon taxtasi alohida 200.000 so'mdan aka. Shunday. Xon taxtasi 200.000. Materiali sasna material. Sasna materiali. Shunday. So'raganlarga. Sasna laklari kisloy bo'lgan-a? Shunday. Xo'p, bularimizga kelsak, endi 210 ga 270 razmerda bo'lgan. Xo'p. Sasna material bo'ladi, dolanali fasonimiz. Bularimizni narxi 2,5 million so'mgacha bo'lib turadi. Buni 2.200.000 so'mdan vodiy bo'ylab yetkazib beraman. 2.200.000 so'mdan. Narigini ham dastavkasi bor, aytmay ketibman. Vodiy bo'ylab dastavka ichida qolgan yerlarga bunga 300.000 qo'shiladi, bunga 500.000 qo'shiladi. Bunga qo'shiladi. Ya'ni tog'dag'iga o'tadigan bo'lsa 500.000 o'lchasiga qo'shilib qoladi. Agarda mashinasi o'zida bo'ladigan bo'lsa, o'sha narx topib ketaveradi. Mana shunday. Bunisi 240 ga 290 razmer, 2,5 ga 3 deymiz. Dolanali, chuqur soyoz gulli fason, oyog'i yong'oq bo'ladi. Oyog'i yong'oq. Sasna, shunday. Qo'yil. Bunimiz narxi necha pul? Bunimiz narxi vodiy bo'ylab dastavka ichida 4 million, 3 million 800 ming so'm qilib beramiz. 3 million 800 ming so'm. Qolgan yerlarga 500 ming so'm qo'shiladi. Dastavkasiga hisob kitobini olib olishaveradi aka. Albatta, misol, tomoshabinlarni kuttirmagan holatda hammani ham ishi hozir juda ham zaril. Bunisiga o'tsak, 2,5 razmer, dilali fason, chuqur soyoz gulligimiz. Narxi 4 million 200 ming so'm, oyog'ida baloni ham bor. Oyog'ida vodiy bo'ylab dastavkasi, ustonovkasi ichida yetkazib berish. Dastavka ustonovkasi ham bor. Ichida, Xon taxta deganlarga aka, mana xon taxtamiz 400 ming so'm, narigi xon taxtamiz 200 ming so'm. Mana bu 200 ming so'm. Farqi faqat naqshida ekan. Naqshida, Naqshida farqi bor ekan. Shunaqa. Bular ham laklangan ekan. Shunaqa. Xo'p, endi bularimizga kelsak, so'rimizni narxini aytmadingiz mana. 4 million 200 ming so'm aytdim, vodiy bo'ylab ichida dastavkasi. Bunisi tozalab gulli so'rimiz, juda ham hashamdor, bejirim chiqqan o'zi ham. Hop, dilali fasonimiz. Narxi 4 million 800 ming so'm. 4 million 800 ming so'm. 4 million. Buni ham oyoqlari yong'oqdan. Kimdirlar aka menga telefon qilib, hali so'rini mashina 3,5 millionga ham beraman deyapti deyur. To'g'ri berar, kimdir hisob kitobi chiqar, boshqadir, lekin nima desa bo'ladi, bu mahsulotlarda o'ziga yarasha mehnati bor-da aka, misol. O'ziga yarasha. Gullari hammasi qo'l mehnati ekan-a? Shunday aka. Juda ham chiroyli chiqqan, xudo xolasa. Maza qilib ishlatishadi. Keyingi fasonimiz. Endi bunimiz eng lider bo'lib turgan o'sha trend bo'layotgan so'rimiz, Toy nomli so'rimiz, bemalol ko'rsatishim mumkin. Mana gullar oyoqlari ham qo'lda oqartirib chiqilgan bo'ladi, hashamdor bo'ladi juda ham. Shunday. Mana kraska emas ekan, bo'yoq emas ekan, mana. Bo'yoq emasda, qo'lda oqartirib chiqilgan. O'ziga yarasha mehnati bor buni, misol uchun. Hop, ikkala orqa oyog'i yong'oq, qolgan yeri sasna, razmeri 2,5 ga 3 bo'ladi. 2,5 ga 3 razmeri. Narx-navosi 15 million so'm qilib beryapsiz shu so'rimni. 15 million so'm. Shunday. Yetkazib berishlari ichida xon taxtasi alohida 800 ming so'm. Bunisi 800 ming so'm. Bu nisbatan kattaroq ekan. Shunaqa. Bu shuni boshqarasiga yetkazdi, nimasi? Shundan. Narxi bir xil buni. Narxi bir xil, Shunday. Endi bunimizga keladigan bo'lsak, bunimiz ham o'sha Corona fason. Hozir teva qismlari 5 li yog'ochdan bo'lgan, oyog'i, ustullari yong'oqdan. Shunday, dilali bo'lgan, misol, oldida ham koronasi bor, ko'rsatib qo'ysangiz. Bunimizni shunday. Buni xon taxtalari bilan komplekt holatda 8,5 million so'm qilib beramiz. 8,5 million so'm. Shunday.
Shunda xon taxtasini zarbilbasi 800 ming so'm minus qilib yuboradi. yuboradi. Shunday. Endi bunisi aturgul fasonimiz aka. Atirgul fasoni bu. Aturgul fasonimiz. Bularimiz 6,5 million so'm chiqyapti. 4 oyog'i yong'oqli, razmeri 2,5 ga 3 bo'ladi aka. 2,5 ga 3 bo'ladi. Shunday aka. Gullari ham boshqacha bo'lgan ekan bular. Endi misol bundan kattaroq kerak deganlarga, misol mana 2,5 ga 3,5 razmer. 2,5 ga 3,5 razmer. Dilali fasonimiz tevasi gladki bo'lgan, yon past tomoni o'yib chiqilgan shunaqa qilib, naqsh qilib. Mana bu nechilik nima bo'lgan aka? Bunisi 20 ga 42 likdan chiqqan bo'ladi. 20 ga 42. Past tomoni, teva tomoni 14 ga 42 likdan chiqqan bo'ladi shunaqa. Xo'p. Bularimiz narxi aka 6,5 million so'm chiqyapti. 6,5 million so'm. Vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi ichida. Bundan ham arzonroqlari bor. 2,5 3,5 razmerda 5 milliondan shu 6,5 milliongacha bor qo'lda. Aloqaga chiqsa, razmer aytishadigan bo'lsa, zakazga ham qilinaveradi. Qilinaveradi, ha. Endi mana buyimiz juda ham gigant so'rimiz. Bu 3 ga 4 razmer. 3 metrga 4 metr razmer, ha. Bitta xona eganda uy aka. Ha, shunday. Xo'p, bunimiz 3 ga 4 razmer. Mana shu turishi 3 ta xon taxtasi bilan 9 million so'm qilib beraman. Vodiy ichi dastavkasi olib borib o'rnatib berish ichida qolgan viloyatlarga misol 500 ming qo'shiladi. Yetkazib berishimiz. Bu hali 400 million xon taxtadan ekan. Shunday. Kerak emas deganlar xon taxtani minus qilib yuboradi. Nimaga bunga 3 ta xon taxta qo'yib qo'ydilaring deganlarga, udobniy bu ishlatishga. Misol ozchilik bo'lganda 2 ta xon taxta ishlatadi. Misol uchun. Yana ham 2 kishi 3 kishi bo'lsa bitta xon taxta ishlatadi. Misol. Oladigan bo'lsa farzandlari ham bemalol yugurib o'ynasa bo'laveradi. Yozgi kunda endi misol uchun bolasi ko'plar bo'lsa, bitta xon taxtani menaga qo'yib oladi-da, choyni ichaveradi, menda turg'isi kelmaganlar uxlayveradi misol uchun. Bemalol. Shunaqa. Bular ham zo'r so'ra, xudo. Shu bu kattalarimizga ham o'sha misol tog'da ag'aga oladigan bo'lsa, bunga ham 500 ming qo'shiladi. 500 ming qo'shiladi, xolos. Katta kichkina farqi yo'q, ha? Yo'q, xudo xolasi. Bu voha tomonlarga ustanovkalari qana bular o'zlari qilib kelishamiz, ha. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda aloqaga chiqishaveradi. Yana yumshoq mebellar ham bor ekan. Miyahkilar ham bor. Bir 10 xildan ortiq miyahki mebelimiz ham bor. Joyga sig'maganligi uchun yoymadik. Bunimiz yarim chester modelimiz 230 ga 430 li xon taxtalari bilan komplekt 5,5 million so'm dastavkasi bilan. Mo'shi bo'ladi bular. Ha, mo'shi bo'ladi. Teddy materialli, xullas miyahki sohasida aloqaga chiqishaveradi, ishlarini bitiramiz xullas, xudo xolasa. 3,5 million so'mdan bor, to 8 million so'mgacha. 8 million so'mgacha. Bunimiz endi divanlarimizga kelsak, bunimiz yog'ochli divanimiz. Bunimiz yog'ochli divanimiz 1 metrga 210 li, machalkasi paronon 4 li bo'ladi. 4 sm. Chamadoni yo'q buni. Xo'p, narx-navosi buni 800 ming so'mdan ikkitasini 1 million 600 ming so'mga vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab yetkazib beriladi. Qolgan yerlarga misol 500 ming u yoq bu yoqda qo'shilib qoladi. Shunaqa. Bularimiz. Endi bunimizga kelsak, misol uchun bunaqasi 1.90 ga 2,5 metrli Panda modelimizda 2 kishiligi bu, matrasligi. 2 kishilik. Ha. Matrasi ham 2 taraflama. 2 taraflamali, ha. Buni sondiqchalari bo'laveradi. Ikkalasi ham orqa oldi, bir xil mana. Orqa oldi. To'ylarda sondiqchalar bor. Sondiqchasi bor shunda. Xo'p. Bunimizda 3 million 200 ming so'mga zakazga tayyorlab berilaveradi. Misol kerak deganlarga zakazga tayyorlangan shunday. Endi bu yog'iga keladigan bo'lsak, ha. Bu yog'ida endi misol Panda modelimiz, o'sha hamma biladi o'zi, tagi ochiladi, mana 10 sm lik machalka bo'ladi, qalinligi. Razmeri 90 ga 290 ga 230 bittasini razmeri, ikkitasini bitta qilib spanli qilib ham ishlatsa bo'laveradi. Hop, mana bu mo'yshi material, teva pasti, mo'yshi material. Bunisi villu, to'shay sirpanmaydigan yaxshisidan bo'ladi. Bularimizni narxini 1 million 100 dan 2 million 200 mingga vodiy bo'ylab yetkazib beraveramiz. 1 million 100 ming. Ha, shunday. Vodiy bo'ylab yetkazib. Qolgan yerlarga bo'lsin, misol ularga ham o'sha 300 dan boradi. 1 million 300 mingdan boradi, tog'dag'iga. Shunday. 1 million 300 mingdan. 2 million 600 bo'ladi dastavkasi bilan. Ularni ham xudo xolasa o'zlari ishlab chiqarishadi. Shunday. Hozir sexlardan bo'lyapti. Sizlar ko'ryapsizlar, ko'rib turganlaringdek. Shu yerda o'zlari ishlab chiqarishadi. Bitta stanoylari, bu tomonda ham o'sha qanadir stanoylari bor ekan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa ekranda nomerlarda telegramlar bor. Telefon qiladigan bo'lsalaring, qaysi modeldan kerak bo'lsa, misol qaysi so'ri yoqqan bo'lsa, sizga skrin qilib tashlaydigan bo'lsangiz, xudo xolasa dastavka qilib berishadi. Agarda tashlamaydigan bo'lsa, katalogingiz bor, aka, rasmlari bor, so'rlarda, narxlari, razmerlari bor, bemalol tashlab beradilar, tanlab
Rasstavka qiladi. To'lovlarni qanaqa qilamiz endi aka? Kelishamiz, aloqaga chiqishaveradi xudo xolasa. To'lovlari kelishilaveradi. shunday. Urganda yoki ozmozda qilib Nasiyadan boshqa narsaga bor xullas. nasiya bo'lmasa bo'ldi. Shunaqa. Qoyil. Sog' bo'lasizlar. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.